Assalomu alaykum. Aziz kanalimiz obunachilari, aziz musulmonlar. Yana mana yangi kanal ochib videoni boshlayapmiz aziz musulmonlar. Eski kanalimizni nimagadir aşağıdan o'chirib yuboribdi. Qandaydir narashoni debdi. Shunga yangi kanal ochdik. Sizlardan iltimos, musulmon odam bir-birimizga yordam berishimiz kerak. Sizlar ham like tayamanglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Podpisatsiyani bosib, like'ni bosib, bizni kanalimizni yana rivojlantirishga yordaminglar tegib qoladi. Yordam bo'lib qoladi. Qayerda bo'lsa ham tinch bo'linglar, azizlar. Mana bugun malina. Bu malinani men qaranglar buni mana. Kuzda kesib yubordik tagidan. Buni Moskvadan olib kelganman 5 dona. 5 dona mana shu bir g'arich ko'chat olib kelgan edik. Mana qanaqa ko'payib ketdi. Ko'ryapsizlarmi azizlar? Mana. Mana. Qanaqa ko'payib ketdi. Mana undan ko'paytirib yana mana bu bir yil mana bahorda yonidan chiqqanlarda mana yangi bir qator ekdik. Narigisi Kulpunoy, mana bu tomoniga mana. Mana bir qator ekdik mana. Narigi Kulpunoy, u yil 12 oy qiladi. Undan keyin Kulpunoydan gapirib o'tib ketamiz, keyinchalik. U nihoyatda Kulpunoy ham yaxshi nima. Mana limon. Nima? Malina. Mana shu yangi ko'chirganimiz mana. Bu ham haligi Kulpunoy to'g'risida keyin gaplashib o'tib ketamiz. Bu yil 12 oy qiladigan Kulpunoy. Alba deganmikin shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa azizlar. Buni nima demoqchimiz endi? Buni Moskvadan 5 tut olib kelganmiz. Mana ko'paytirib verdik. Bunga eng yaxshi nima shu go'ng. Shuni go'ngni nima qilamiz? Kesib yuborib, nima tagidan mana. Tagidan kesib tashlagan edik. Tepasiga shunday go'ng solib qo'yganmiz kuzda. Sovuq ham urmaydi. Shu go'ngni sekin o'zi yomg'ir qorda shu nimasiga tomiriga nima bo'lib turgan, keyin mana qarang qanaqa qalin bo'lib ko'payib ketdi. Shu yonlardan olib mana yana ko'paytirib qo'ydik. Bu nima demoqchimiz? Go'ng, nihoyatda go'ngni yaxshi ko'rar ekan bu malina. Ina bu nimaga Moskvadan olib keldi? Mashada ham bor-ku deyishi mumkin odamlar. Yo'q. Bu bahorda boshlanib kuzgacha qilaveradigan. Ana shuning uchun qiziqib olib kelganman. Mana bu yerda malina bir marta, ikki marta qilsa bu bahorda boshlanadi. Kuzda shu sovuq tushguncha qishgacha qilaveradigan sortda. Shunaqa sort ekan. Go'ng. Eng asosiy go'ng. Mana shunaqa qilib mana qiziqib shu narsalarni qilyapmiz. Mana nihoyatda mana qolgan bu chiroyli. Ko'payib ketdi mana. Mana pastlarga ham ko'chirganmiz mana. Bu tomonga ham. Mana. O pastgacha ko'chirganmiz bu tomonga. Endi mana uni yangi. Mana bir qator yangi ekdik mana o tepagacha. Bu yonboshdagi Kulpunoy mana. Mana malina, bu yoqdagi Kulpunoy bu yoq. Kulpunoy bular. Shunaqa azizlar. Men endi shunaqa qilib videolar qo'yaveramiz. Endi iloji boricha yordam qilib berasizlar endi azizlar. Like'ni ayamay bosinglar, like'ni, podpisatsiyani bosinglar, kommentariyaga yozinglar. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa, nima fikringlar bo'lsa. Men endi kanalim o'chirilib ketdi, yangi boshladim, yana qaytarib aytyapman. Sizlardan iltimos yordam berib yuboringlar. Like'ni bosinglar, podpisatsiyani bosinglar. Videolarni qo'yaveramiz. Yangi qo'ygan video birinchilardan bo'lib sizlarga bora oladi azizlar. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog'-salomat bo'linglar. Eng avvalo sog'-salomat bo'linglar. Mushkulliklar bo'lsa, kimlarning mushkullari bo'lsa, Allohim o'zi oson qilib qo'ysin. Musofirda yurganlarda ham tinch, sog'-salomat qilsin. Sabr toqat, sabr qanoat, kuch-quvvat bersin. Har xil balo qazolardan, yomonliklardan Allohim o'zi saqlasin. Sog'-salomat ishlarni qilib, pullarni qilib, ota-ona bola chaqasini oldiga yorug' yuz bilan kelaversin. Azizlar, qayerda bo'lsa ham tinch, sog'-salomat bo'linglar. Mana biz ham kasallarni o'qishni boshladik mana inshaalloh. Mana odamlar tuzalib ketyapti. Keyingi videolarda yana gaplashamiz. Qayerda bo'lsa ham tinch, sog'-salomat bo'laveringlar azizlar. Rivojlanish uchun yana qaytarib aytyapman, kanalimiz yordamlashib beringlar.
tinch, sog' salomat bo'laveringlar. Yanagi videoda gaplashib uchrashguncha sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.